Assalomu alaykum. Qo'qon universiteti Andijon filialida iqtisodiyot yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarimizga moliyaviy siyosat mavzusida ochiq dars bo'lib o'tdi. Kirganda mijozda resepsiyon xodimi kutib oladi. Resepsiyon xodimi uni ehtiyojini aniqlaydi. Nima maqsadda kelgan, qanaqa kredit olmoqchi yoki qanday mahsulotlardan foydalanmoqchi. Shunga qarab uni yo'naltiradi. Mana 30-30 tartibdan kelib chiqqan holatda bankda standartlari belgilangan. Standartga asosan mana bizda hozir qizil, bardoviy deb galstuk belgilangan. Keyin bemalol mijoz kelganda xodimni kim bilan gaplashayotganligini bilish uchun mana alohida bejiklari bor. Bejikda lavozimi, familiyasi, ochiqchasi to'liq yozilgan bo'ladi. Yirikroq kreditlar, katta mijozlar, misol uchun qo'shma korxona. Bitta qo'shma korxonaga kredit kerak bo'ldi. Kredit kerak bo'lsa, bularga murojaat qilib, shular orqali hujjat tayyorlanadi va shu orqali kredit beriladi. Bitta odam keldi, omonatdan pul yechmoqchi. Omonatdan pulni yechdi, bu yoqqa o'tib dollar olmoqchi bo'lyapti omonatdagi pulini hisobiga. Yana navbatga turish kerak bo'ladimi? Bu navbatga turib dollarini oldi, yanchicha puli bor, to'lov qilib qo'yish kerak. Kommunal to'lov. Yana navbatga turib to'lov qilish kerak edi. Hozir shuni cheklash maqsadida bitta kassir hamma ishni bajaradi.